Assalomu alaykum. Passiv daromadga erishishning 3-kursiga yetib keldingiz. Ruchka va daftar tayyor deb o'ylayman. Ketdik. Bu kursda, ya'ni bu darsda biz sizlar bilan aksiyalarning roli haqida va aksiyalar qanchalik foyda olib keladi gaplashib o'tamiz. Passiv daromadga biz bilamiz, riski eng kam bu ko'chmas mulk. To'g'rimi? Demak, ko'chmas mulk olamiz. 2 xonali kvartira bo'ladimi, 3 xonali kvartira yoki 1 xonali kvartira sotib olamiz. Uni arendaga beramiz va mana sizga passiv daromad. Yokida uy ko'tarilganda sotamiz. Demak, 2 xil daromadimiz bor. Ikkalasida ham biz yutqizmaymiz. Sababi bilamiz, uy narxi har doim ko'tariladi va arendaga sпрос, talab har doim bo'ladi. Demak, bu passiv daromadning eng riski kam turi hisoblanadi. Hozir biz bir narsa aytaman, sizlarni bu hayron qoldirish kerak. Aksiya bozorida, fond bozorida REIT deb yoziladi. Trust fondlari bor. Bular ko'chmas mulk uchun trust fondlari hisoblanadi va ularning ishi nima? Aynan bizga o'xshagan narsalarni qiladi. Ya'ni kompaniya, shu trust fond kompaniya uylarni, bir nechta uylarni sotib olgan va ularni arendaga beradi. Uylar qimmatlasa, ularni sotadi. Pulini esa o'z aksionerlar bilan bo'lishadi. Demak, agarda sizda ya'ni bir xonali kvartira sotib olish uchun 30 ming, 40 ming dollar bo'lmasa, siz shu trust fondlarning bir bo'lagini sotib olsangiz bo'ladi, ya'ni bir aksiyasini. Va siz shu bilan ko'chmas mulk sotib olgandek bo'lasiz. Sababi ular ko'chmas mulk bilan shug'ullanadi, siz ularning aksiyalarini sotib oldingiz. Demak, ular daromad ko'rsa, siz ham daromad ko'rasiz. Ularning aksiya narxi oshadi, sizning ham aksiya narxingiz oshadi. Ular arendadan pul olishadi va sizlar bilan tengma-teng bo'lishadi. Zo'rmi? Zo'r. Endi narxini eshiting. REITlar har xil bo'ladi. Ularni 40 dollarga ham olsa bo'ladi. Tasavvur qiling, 40 ming dollar qayerda, 40 dollar qayerda. Foydasi bir xil. Va yana eng qizig'i, siz foydasini Amerika trust fondlaridan olganingiz uchun siz Amerika ko'chmas mulkini sotib olgan bilan bir xil bo'ladi. Demak, Amerikada trust fond uylar oladi, meditsinskiy zdaniyalar oladi, deylik, katta zdaniyalar, binolar oladi. Ularni ofislarga bo'lib arendaga beradi. Siz shu 40 dollarga bir bo'lagini sotib olasiz. Va ular arendasi qancha ko'tarilsa yoki uy narxlari qancha oshsa, sizning ham foydangiz shuncha oshadi. Zo'rmi? Zo'r. Buni o'rganish uchun va REITlar haqida batafsil ma'lumot olish uchun kurslarimda aytib o'tganman va ularni qanday tanlash, chunki adashish kerak emas. REITlar har xil bo'ladi. Foydali, foydasiz, keyin joiz, nojoiz. Shuning uchun ular to'g'risida batafsil darsimda tushuntirib o'tganman. Va yana undan tashqari ETFlar va aksiyalar ham bor. Ular hammasi fond birjasida. Ularni ham sotib olsangiz, misol uchun Amazon kompaniyasini siz bir don aksiyani sotib olsangiz, Amazon ko'rayotgan barcha foydaga siz sherik bo'lasiz. Amazon sotib ishlarni onlayn internetda bo'ladi. Onlayn internetdan foyda ko'rsa, siz ham foyda ko'rayotgan bo'lasiz. Eng qizig'i, o'zim shogirdim, menda o'qigan odam Amazon kompaniyasini aksiyasini sotib oldi. O'zi 2 don aksiyani sotib oldi. Keyin o'rtog'i keldi, Turkiyadan o'rtog'i keldi. Aytayotdiki, do'stim, men Turkiyada ishlardim, Amazon kompaniyada ishlardim, zo'r edi, hozir O'zbekistonga keldim, Amazon yopiq ekan, ishlab bo'lmas ekan, men ishsiz qoldim. Desa, bu bola aytayotdiki, shogirdim. Demak, sen menga ishlabsan dedi. O'yladi, qanaqasiga men senga ishladim? Men Amazonga ishladim desa, yo'q, sen menga ishlading dedi. Yo'q, men senga ishlamadim dedi, men Amazon kompaniyasi bilan ishladim. Desa, qanaqa qilib men senga ishladim deb jahl chiqyapti endi. Aytayotdiki, "Хорошо, Amazon kompaniyasida ishlading. Okey. Amazon kompaniyasi umumiy kapitalizatsiyasini bilasanmi?" "Yo'q" dedi. "Amazon kompaniyasi aksiyasi hozir necha pul turadi bilasanmi?" "Yo'q" dedi. "Xo'p, Amazon kompaniyasi aksiyalariga qancha daromad olyapti aksiya, har bitta aksiyaga?" "Yo'q" dedi. "Men bilaman" dedi. "Sababi men aksionerman. Men Amazon kompaniyasi sotib oldim. Demak, sen har bitta ishing Amazon kompaniyasiga daromad olib keladi. Amazon kompaniyasi daromad esa men bilan bo'lishadi. Demak, oxir-oqibat sen ularga ishlayapsan,
ular nima bilan bo'lishyapti? Demak, sen menga ishlayapsan. Qiziq. O'rtog'i keyin qiziqib qoldi va u ham investitsiya sohasiga shu bilan kirib kelishga bir qanaqa turtki bo'ldi. Sababi har bir investor kompaniyani sotib olsa, ulushini bitta dona aksiyasi bo'lsa ham siz ularga sherik bo'lasiz va ular foyda ko'rsa, siz foyda ko'rasiz. Demak, passiv daromadga erishishning eng oson va kirib kelish uchun pul jihatidan eng minimalniy parog bu aksiyalar sotib olish. Aksiyalar sotib olishda ammo bir narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Hammasi ham halol aksiyalar emas. Ichida har xil aksiyalar bor, yoki nojoiz kompaniyalar ham bor. Alkogol ishlab chiqaradigan deylik yoki qurol-yarog' ishlab chiqaradigan kompaniyalar, ular nojoiz. Aynan undan tashqari yana aksiyalar, o'zi joiz aksiyalar ichida ham o'sadigan, o'smaydigan aksiyalar bor, bankrot bo'ladigan aksiyalar bor. Ular haqida batafsil kurslarimda tushuntirib o'tganman. Kurslarimdan so'ng har bir kurs olgan odam mustaqil investor bo'lib, o'zi aksiyalarni tahlil qilib, sotib olib investorga aylanadi. Xudo xolasa, bu mening kursim sizga foydali bo'ldi deb o'ylayman va keyingi kurslarimni ko'rishguncha